Kuch bilan shamol qarshi bekitib qo'ymaydim degan savollaringga ham javobni kuch bilan bekityapman. Umuman obunachilarimizga assalomu alaykum. Kunimizda Malibu avtomobilimizga yana bir martaba откидной nomer поставки установка qilib berdik. Ko'rsalaring bo'ladi. Ishlashlari chotki, ko'tarilib holatda ham zazorlarini chotga olib kelib qo'yganmiz. Ya'ni tipi pastligini ham ko'rsalaring bo'ladi. Yonboshlari ham tomga yopiq. Ko'pincha savol berasizlar, ya'ni nobora tortganda bilinib qolmaydimi deb. Kuch bilan tortyapman, keyin men o'zini holiga qaytib qoladi. Tushganda kuch bilan shamol qarshi bekitib qo'ymaydim degan savollaringga ham javobni kuch bilan bekityapman. Umuman bekilib qolmaydi akalar. Orqa qismini ham ko'rsatib beraman sizlarga, videoni ko'rmay turasizlar. Orqa qismini ham ishlashlari noqulisi zo'r, ko'rsalaring bo'ladi. Chotki qilib ham savollaringga yana bitta javob. Qanchalik teshiladigan kelamiz, yana bitta barmoq so'ygan teshiladi xolos. Juda katta teshik qilinmaydi. Ham nomerda orqasida qolib ketadi. Ham saloniga indikatorni ustiga qilib berganmiz, ya'ni uchgan holat bilinib turadi. Shuna qizil bo'lib yonib turadi. Sizlarga bitta informatsiya berib turadi. Bundan tashqari откидной sistemasini polni o'chirgan включаторimiz ham bor. Buni qattaligini sizlarga aytaman. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, keling, mana shu pastdagi telefon raqamiga murojaat qilasizlar. Ishimizni chotki qilib beramiz.